ingliz tilini yaxshi o'qimoqchi bo'lsa matematikani to'xtat deydi. O'quvchi shu gapga ishonib matematikani to'xtatadi va orqaga qarab ketib qoladi, ya'ni bilimi. Xo'p, har bir ustozlarga hozir matematika ustozlari bilan gaplashamiz. Endi biza kurugimiz hamma ustozlar bo'lganligi uchun, matematika ustozlar bo'lgani uchun gaplashganimizda bitta narsani eshityapman-da. O'quvchini 9-10 sinflar bolalar darajasi endi C+B darajadagi o'quvchilar bo'ldi, endi matematikadan tayyorlanmay turamiz, oxiri keyinroq tayyorlanamiz, ya'ni avgustdan boshlaymizmi, balki sentyabrdan boshlaymizmi degan plani bor ekan. Bilmadim, bu maslahat kimdan olgan, nima uchun bunaqa fikrlayapti, uni o'zlari biladi. Lekin biza necha yildan buyon sertifikatga tayyorlab yurimiz o'quvchilarni. Shu narsadan jarayondan bilamanki, C+dan Aga chiqish uchun kamida 6 oy kerak. Mana shu vaqt hozir sizda bor. Bu har bitta ustozlardan so'rab chiqyapman, nima uchun o'quvchilar sizda ham masalan o'quvchilar sertifikatga kirib chiqibdi, darajasi endi tahlil qilganda C+ yo B darajada turgan o'quvchilar matematikani to'xtatib, endi bor kuchini ingliz tiliga qarab beryapti. Men bu narsani xato deb o'ylayman. Juda katta xato, juda xato narsa. Agar siz matematikadan yo umuman pulni tejamoqchimisiz, siz matematikani hech qachon to'xtatmang. Chunki matematikani hozir o'quvchilarning xayolidagi matematika bori ham 70% yodlangan ma'lumot turibdi. Ya'ni u yodlangan narsa tushunmay yodlagan va u narsani esdan chiqishi juda tez bo'ladi. Siz pulni ham ekonom qilmoqchimisiz, oilaviy budjetga yordam qilmoqchimisiz, mana shu yoz oyini to'xtatmang. Yoz oyida har bir kun kerak bo'lsa, ko'p ustozlarni bilaman, yoz oyida to'xtatadi. To'xtatmagan ustozlar ham darsni har kun o'tadi. Ana shu uchun siz yozda tayyorlanishga boring, iloji bo'lsa matematikani to'xtatmasa oxirigacha boring. Katta ehtimol bilan 90% holatda siz oktyabr bilan siz sertifikat olasiz. Sertifikat olganingizda ham o'sha darajangiz juda anaqa A+ darajaga chiqadigan darajada bo'lasiz. Mana shu yoz oyida o'qiganlar oladi A darajani. Boshqacha emas. Men bu narsani tajribadan ko'rib, vaziyatni bilib aytamiz. Chunki matematika qiyin fan, hozircha qiyin bo'lib turibdi. Ya'ni qolgan fanlardan, ona tilidan yoki tarixdan sal olroq olish mumkin. 2 oy, 3 oyda ham olishi mumkin. Ingliz tilidan ham men oson demayman, lekin ingliz tili ustozlarining eng katta bitta kamchiligi bor. Bizaga qarshi aytadiki, ya'ni men ingliz tilini yaxshi o'qimoqchi bo'lsam matematikani to'xtat deydi. O'quvchi shu gapga ishonib matematikani to'xtatadi va orqaga qarab ketib qoladi, ya'ni bilimi. Bilmayman nima uchun bunaqa maslahat beradi. Mayli 15 kun to'xtatish mumkindir matematikani, ingliz tilini olish jarayoni kelgan vaqtda. Lekin matematikani bir oylab, 2 oylab, 3 oylab to'xtatib, ingliz tilini olib faqat matematika o'qiyman, keyinchalik deydiganlar adashadi. Matematikani to'xtatmasdan o'qish kerak, oxirigacha borish kerak. Sertifikat olgandan keyin to'xtatsangiz bo'ladi. Bu fikrni otangizdan yoki onangizdan olmang. Ta'limda mana shu sertifikat jarayonida yurgan o'quvchilardan so'rang, mana shunaqa deyapti, rostmi, yolg'onmi deb so'rasangiz, o'sha sertifikat olgan bolalar hammasi biladi. Hammasi biladi. Qani shu A darajada olganlardan so'rang, yo ustozlardan so'rang, mana shu gapim yolg'on bo'lsa, qani birorta ustoz yo yolg'on aytding, noto'g'ri ekan deya olar ekanmi? Matematikadan to'xtatmagan o'quvchi sertifikat oladi. Bu gapimiz iqtisodchilar, ya'ni o'sha matematikadan 100% sertifikat kerak bo'ladiganlar uchun tegishli bu gap. Masalan, texnik yo'nalishlarga C olishni o'zi ham yetarli bo'lishi mumkin. Men ularga bir narsa demayman. Endi o'zim litseyda iqtisod yo'nalishiga kirganligim uchun darsga iqtisodchilarga, bu ham o'zim guruhim, ham hamma tanishlar. Bizda obuna bo'luvchilar bari mana shu narsani bilib olsin. Sertifikatni to'xtatib, matematikadan keyin tayyorlanaman deyish, bu miyangizda bor ham esdan chiqib ketadi. Keyin hamma qilgan natija sizda bo'lmaydi. Juda kech bo'ladi. Yo ilib qolasiz, yo. Ya'ni oktyabrda ham bo'lmaydi, yaxshi o'zi uylagan natija chiqmaydi, fevralda ham bo'lmaydi. Mana shu narsani inobatga olib, bir narsani reja qilsangiz yaxshi. Shuning uchun vaqtni o'tkazmang. Bu vaqt qaytib kelmaydi. Yo ayrim mavzular siz qolib ketgan bo'lsangiz, hozir o'tib berilishi mumkin, lekin keyinchalik mavzular ma'lum bir joygacha bo'lgandan keyin hech kim sizga o'tib bermaydi. Mana bu narsani inobatga olib, shu uchun kimdan maslahat so'ramoqchi bo'lsangiz, hamma narsani inobatga olib qiling.